O'rta Osiyo davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikistonning Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik supsi deb atalgan O'rta Osiyo Xitoy boshliqlar yig'ini sin shaklda o'tkazildi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev 2025-yilgacha chegaradagi quruqlik portlariga 20 milliard dollar mablag' solib, Xitoydan toshish yo'lini kengaytirishni planlaganligini e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev to'solg'usi savdo va sanoat sohasidagi hamkorlikni taraqqiy qildirish uchun Xitoy O'rta Osiyo iqtisodiy hamkorlik yangi strategiyasini tayyorlashni o'tirib qo'ydi. Germaniya Federatsiya Statistika idorasi 2021-yilning 12 oyida Germaniyadan Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarga qilingan eksport sonliq ma'lumotlarini e'lon qildi. Buningga asosan 12 oyida Germaniyadan Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarga eksport 6,8% oshib, 53 milliard yevroga yetgan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Germaniyaning eng muhim savdo hamrohi bo'lgan Xitoyga qilgan eksporti oldingi yilga solishtirganda 7,9% tubanlab 8 milliard 500 million yevroga tushib qolgan. Amerikaning Tinch okean rayoniga mas'ul 7 flotining yozma bayonotida Karl Vinson aviamatkasiga o'rlashtirilgan F-35 tipli kurashchi aeroplanining Janubiy dengizda elib berilayotgan manevrda qo'nish asnosida tushib ketganligi o'tirib qo'yilgan. Bayonotda aytilishicha, uchquchi parashyut bilan muvaffaqiyatli holda aeroplandan sekirgan bo'lib, aeroplandagi 7 askar yaralangan. Pakistan matbuotlariga xabarlarga qaraganda, Xitoy bugunga qadar eksport qilgan eng cho'ng va eng ilg'or urush paraxoti murosim bilan Pakistan dengiz armiyasi qo'mondonlik organiga topshirib berilgan. Egilanishicha, Xitoy Pakistan dengiz armiyasi uchun yana 3 dona 054 tipli qo'g'dug'uchi paraxot yasab beradigan. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan Amerika Davlat Xatarlik Kengashi va Davlat ishlari mahkamasining yuqori darajalik amaldorlari telefon yig'ini orqali Ukraina Rossiya krizisi to'g'risida muxbirlarga ma'lumot bergan. Egilanishicha, Amerika hukumati Osiyo, O'rta Sharq va Shimoliy Afrikadagi tabiiy gaz ishlab chiqaruvchilar bilan suhbatlashayotgan bo'lib, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan ahvolda Yevropaning embargosiga qarshi Rossiyaning tabiiy gazni uzish ehtimolini muzokara qilgan. Saudiya Arabiston bilan Iroq o'rtasida ikki davlatning elektr to'rini tutashtirish to'g'risida tushunish eslatmasi imzolandi. Saudiya Arabiston rasmiy xabar agentligi SPA'ning xabar qilishicha, Saudiya Arabiston energiya ministri Abdulaziz bin Salman va Eron ministrlar kengashining bosh kotibi Hamid Al-G'ozining qatnashishi bilan tushunish eslatmasi imzolandi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Beijing qishliq olimpik tanharkat yig'inidan ilgari Beijingda Xalqaro olimpik komiteti raisi Thomas Bach bilan ko'rishdi. Oldingi oyda Amerika, Avstraliya, Kanada va Angliya qatorliq davlatlar Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik sababli 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qildi.